Assalomu alaykum barchaga. Bugun O'zbekistonda hali hech kim olib chiqmagan mavzuni ko'tarishga qaror qildik, ya'ni akkumulyatorlar mavzusi. Diqqat! Ushbu videodagi taqqoslash faqat umumiy texnik ma'lumot va ko'rgazma maqsadida tayyorlangan. Videoda ishlatilgan boshqa brend mahsulotlarining nomlari yashirilgan va hech qanday brendga qarshi reklama yoki haqorat sifatida qabul qilinmasligi lozim. Demak, oldingizga yegani va ichgani turli xil yeguliklarni olib kelib, ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Negativlar, bu gaplar ayniqsa sizlarga tegishli. Ehtiyot sabab o'zimizga kerakli bo'lgan mahsulotni axtarib bozorga yoki do'konlarga borganimizda mana bunday ko'rinishdagi juda ham katta voltli akkumulyatorli mahsulotlarga ko'zimiz tushadi. Odatda bunday kuchli batareykali mahsulotlar juda qimmat bo'ladi. Bularning esa narxi ham shubhali darajada arzon. Demak, bugungi videomiz aynan shular haqida bo'ladi. Rostdan ham bularning batareykasiga yozilgan 100, 128, 98, 48 va shu kabi raqamlar rostmi yoki bu ishlab chiqaruvchi hiylasimi? Aniqlik kiritamiz. Qarshingizda 3 xil brend. EPA brendi, ba'zi bir yurtdoshlarimiz fikriga qaraganda qimmat brend. Ikkinchi brendimiz bozorda ancha yillardan beri o'z o'rniga ega bo'lgan, nisbatan o'rtacha narxdagi brend. Uchinchi brendimiz esa bugungi qahramonimiz ushbu videoni olishimizga sababchi bo'lgan, barcha suygan o'sha mashhur arzon Xitoy brendi. Ana endi videoning eng muhim kulminatsion joyiga keldik, ya'ni batareykalarni tekshirib ko'ramiz. 108, 48, 20 farqiga bormaydigan usta bularning uchalasining ichida eng kuchlisi bu deb o'ylash mumkin. Keling, hozir shunga aniqlik kiritamiz. Demak, ko'rib turganingizdek, bu videoni boshida barcha uchala shurpavertimizning zapasli batareykalarini to'liqtirish uchun quvvatlagichga qo'yib qo'yganmiz. Mana zangor holatda hammasiniki. Buniki ham zangor, hozir ba'da ko'rinmaydi. Zaryadniki boshqacharoq ekan. To'lgan. Hozir endi shu to'lgan holatida multimetr yordamida voltajini o'lchab ko'ramiz. Qani buniki 108 volt chiqarmikan, buniki 48 chiqarmikan, bu 20 chiqarmikan? Shuni hozir uskunamiz yordamida tekshirib ko'ramiz. Ko'zlikni oldida hozir zaryaddan olib o'lchab ko'ramiz. Birinchisi EPAdan boshlaymiz. Operator ko'rinyaptimi? Minusini minusga, plusini plusga. Necha? 20.8, ya'ni 20 voltdan birozgina ko'proq. Shurpavertimiz esa 20 voltligi ko'rsatkichga javob beryapti, ko'rdilaring. EPA javob berdi ko'rsatkichiga. Endi keyingi o'rtacha narxdagi brendimiz qanaqa ushlab turaman buni? Yerga qo'yib turaverayman, 0 da turibdi. Bu 48 volt. Minusini minusga, plusini plusga o'lchaganda 20/5. Bu ham 20/5 chiqyapti. 48 chiqqan yo'q. 48 emas, 20/5. Barchasining zaryadi to'liq. Endi bunisi eng katta gigant batareykamiz 108. Qo'rqinchli raqamlar. Minusini minusga, plusini plusga qilganimizda chiqyapti 20/8. Shu bexosdan yolg'on gapirib qo'yaman. 108 bo'lishiga qancha yetmayapti? Voshga ko'p yetmayapti. Nimaga 108 emas? Buni hozir video davomida tushuntiraman. Ko'rib turganingizdek, EPAdan tashqari qolgan ikkalasi batareykasida ko'rsatilgan ko'rsatkichlarga javob bera olmadi. Ya'ni yolg'on va xatron bo'lib chiqdi. Endi esa fikrimizni yanada asoslash uchun hozir ichini ochib, ichidan ham asoslab beramiz. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, vaqtdan yutish maqsadida akkumulyatorning batareykalarimizning ichini ochib oldik. Hozir ichki tomonlama
Qo'ldan kelgancha tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, ichini ochganimizda birinchi o'rinda har bitta kapsuladagi yozuvlarni o'qishga harakat qilamiz, ma'nosini tushunishga harakat qilamiz. Hozir bir EPA'nikini oldim, EPA misolida keltiryapman. ICR 18650 2000 mAh. 2000 mAh bu telefonlarda ham bor, bilasizlar, bu telefonni batareykasi yomkisi sig'imi bo'ladi. 2000 mAhdan keyin 3.7V. Ya'ni bu har bitta mana bunday kapsula donasi 3.7 voltni tashkil etadi degani. Mana shunday 2000 mAhli 3.7 voltli kapsulalardan 10 dona bor degani bu yerda, 10 ta, mana ketma-ket. Pastida 5 ta, tepasida 5 ta. Hisoblaganda ko'pchilik hisoblaydiki, misol 3.7 ni 10 ga ko'paytirsa 37 volt chiqish kerak deb hisoblaydi. Lekin elektronika sohasida, elektrika sohasida bu boshqacha hisoblanadi. Nimaga 37 emas, hozir 20 chiqishini tushuntirib beraman. Qo'limdan kelgancha mana bunday lentasini olamiz. Hisoblashda bunday bo'ladi. Voltaj hisoblashda batareykani ketma-ketligida va parallel ulanganligiga bog'liq bo'ladi. Agar batareyka 5 ta ketma-ket ulangani, bu 3.7 ni 5 ga ko'paytirsangiz 18.5 volt chiqadi. Akkumulyatorning batareykalarning voltini hisoblaganimizda ularni ulanishiga qarab hisoblanadi. Birinchi o'rinda tepadagi 5 tani hisoblab olamiz. Tepadagi 5 ta 3.7 dan 3.7 ni 5 ga ko'paytirsangiz 18.5 volt bo'ladi. 18.5 bu nominal volti. 20 yozilishining sababi bu 20 bu maksimal volti. Hali bundan biroz oldin e'tibor bergan bo'lsangiz, shuni zaryadlikdan olganimizda 20.8 chiqdi. Bu 20.8 bu maksimal volti. Bitta ikkita samolyot qotirganingizdan keyin bu yana 18 ga tushib qoladi. Ya'ni ko'proq nominal voltiga e'tibor beradi. Ya'ni buni 3.7 dan 5 tani ko'paytirsangiz 18.5 eng muhimi. Nimaga pastdagi 5 tani hisoblamayapsiz deganda, pastdagi 5 ta ketma-ket emas, parallel ravishda ulangan. Parallel ravishda ulansa esa, parallel ravishda ulanganda batareyka akkumulyatorining volti oshmaydi, sig'imi oshadi, ya'ni amperaji oshadi. Yuqorida aytganimdek 2 mAh, 2000 mAh bu tepadagilarni 2000 mAhni pastdagi 2000 mAhga qo'shganimizda 4000 mAh bo'ladi. 4000 mAh degani bu 4 amper chas degani. Shuning uchun bu batareykalarimizga litiy-ion 20 volt 4 amper chas deyiladi. Yana bir marta qisqacha qilib qaytaraman. Agar ketma-ket ulansa volt oshadi, ya'ni 3.7 ni ko'paytiramiz 5 ga 18.5. Agar parallel ravishda ulangan bo'lsa, voltaj oshmaydi, amperaj oshadi. Ya'ni batareykani sig'imi oshadi xolos. 2 amper chasdan 4 amper chasga aylanishga yordam beradi xolos. EPAni tushundik. Endi o'rtacha brend akkumulyatoriga o'tamiz. Bunikini o'qiganimizda CG18650 1500 mAh 3.7 volt. 3.7 voltligi EPA bilan to'g'ri keladi, lekin 1500 mAhligi biroz kichikroq. EPAda 2000 mAh. Endi shu joyda e'tibor berasiz. O'rtacha brend batareykasi ko'rsatkichida 48 volt 6 amper chas yozilgan. 6 amper chas chiqishi uchun esa mana bu 1500 mAh 3000 mAhga aylanishi kerak edi. Ya'ni tepadagi 3000 mAh bilan pastdagi parallel ulangan 3000 mAhlar birlashganda 6 amper chasni tashkil qilish kerak edi. Bu yerda biz nimani ko'ryapmiz? 1.5 mAhga 1.5 mAh. 1.5 ga 1.5 ni qo'shsangiz 3, ya'ni 3 amper chas beryapti xolos. Buni hisoblanishi ham buniki bilan bir xil. 3.7 dan mana tepada 5 ta ketma-ket ulangan 3.7 voltdan 5 ta kapsula ko'paytirganimizda 18 chiqadi. Pastdagi parallel ulangan kapsulalarni qo'shsak esa 1.5 ga 1.5 3 amper chas 20 voltli 3 amper chasli batareyka ekan, maksimal hech qanaqangi 48 voltli 6 amper chasli emas. Nimaga bunday laxatron, bunday yolg'on gapirishlar kerak bilmayman. Bunga meni javobim yo'q. Buni ham tushundik. Yolg'onligini bildik. Endi esa eng arzon suv tekin brendimizga o'tamiz. Lentasini olamiz.
Bunda ham kapsulalar soni 10 ta, tepada 5 ta, pastda 5 ta. Yozuvni o'qib ko'ramiz. CG 18650 2000 mah 3.7 volt, ya'ni 2000 mahli 3.7 voltli kapsulalardan 10 ta degani. Tepasida 5 ta ketma-ket ulangan, pastidagi 5 ta esa parallelni ulangan. 3.7 ni 5 ga ko'paytirsak 18,5. Pastdagi 5 tani ko'paytirsak esa 2000 mahni 2 mahni ko'paytirsak 4 amper chasni hosil qiladi. Bizda bu yerda nima deyapti? 108 volt deyapti. Bitta 108 volt chiqmadi. O'lchaganimizda nima edi uning nomi? Multimetrda o'lchaganimizda bizda 20 chiqdi. Bu noto'g'ri. Pastiga esa amper chasini yozilyapti. 4 amper chas, lekin bu yerda yolg'on gapirishmabdi. Rostdan bitta 4 amper chas chiqarib beradi har bitta kapsula qo'shganda. Shuningdek, biz operatorimiz bilan maslahatlashgan holda 108 V ni biz tushundik, 108 voltligini, lekin mana bu V harfiga biz oydinlik kiritmoqchi bo'ldik. Turli xil manbalarda oqtardik. ChatGPT va shunga o'xshagan istochniklardan oqtarganimizda ko'pincha bu F harfi bu fake, ya'ni yolg'onligini anglatadi degan to'xtamga keldik. Qanchalik to'g'ri bilmayman, lekin rostdan ham 108 volt chiqishi uchun bunday batareykalardan kamida mana shuncha bo'lishi kerak. O'ta bahaybat bo'ladi 108 volt chiqarib berish. Shuning uchun hurmatli mijozlar, mana bunday narsalarga ko'rganingizda puliga uchib ha deb olavermanglar. Sho'rpavortlarning ichki qismi va kapsulalari haqida sizga ma'lumot berganim bilan, lekin sizda baribir quyidagi savol tug'ilishi mumkin. 108 voltli sho'rpavort batareykasi ham 20 chiqdi. 48 voltli batareykaning kapsulalari ham 20 chiqdi. 20 voltli batareyka kapsulalari ham 20 chiqdi. Demak, eng arzon sho'rpavort batareykasi ham, o'rtacha sho'rpavort batareykasi ham mana bu juda ham qimmat bo'lgan Apple'ning batareykasi bilan bir xil ekanda, bir xil chiqyapti-yu, barchasi 20 voltdan chiqyapti o'lchaganda degan xayolga borishingiz mumkin. Chuchvarani xom sanabsiz. Unday emas, aniqlik kiritaman. Barcha batareykalar, ya'ni ichidagi kapsulalarni ishlab chiqaruvchi zavod har xil bo'ladi. Misol, mana bu ikki brend batareykalari qaysi zavoddan chiqqan, qanday ishlab chiqarilgan bu menga noma'lum. Apple batareykalari esa Xitoyda birinchi raqamli, ya'ni nomer 1 bo'lgan zavoddan olamiz. Ma'lumot uchun, ushbu zavod Panasonic hamda Samsung kabi mirovoy brendlarga ham batareyka yetkazib beradi. Biz esa aynan o'sha zavoddan mana bunday kapsulalarni olamiz. Zavod kapsulalarni sho'rpavortlarimiz yig'iladigan zavodga yuboradi, u yerda esa ushbu kapsulalarni sho'rpavortlarga joylashtirish jarayoni bo'lib o'tadi. Hali ham xulosa chiqarishga erta. Biz hozir nazariy jihatdan sho'rpavortlarni o'rganib chiqdik. Yana aytaman, qaytarib o'taman, ushbu sho'rpavortlar batareykasi qanaqa, qaysi zavodda ishlab chiqarilganini bilmayman. Shuning uchun endi nazariy emas, amaliyda ham sinab ko'rish uchun hozir sizlar bilan bitta-ikkita kichik kurash olib o'tkazamiz. Ana o'shandan keyin ko'ramiz ushbu batareykalar nimalarga qodirligini. Hurmatli kuzatuvchilar, birinchi bellashuvimiz xalastoy xodda uchala sho'rpavortni ham bosib qo'yib, qaysi bir batareykasi birinchi tugashini aniqlash. Ro'parasidagi batareykalar bu yaqindagina quvvatlagichdan olgan batareykalar, hammasi yangi. Ishonchli bo'lish uchun hozir hammasini yana o'lchab ko'rsataman. Ko'ryaptimi? Yigirma 7 to'liq degani, maksimal degani. Endi 108 chiqish kerak edi aslida. Yozuviga qaraganda 108 chiqish kerak edi o'zi. Lekin 20 chiqyapti. Ikkinchisi 48 voltli sho'rpavortimiz. Yomkisini ko'ramiz. 26. Bu ham 48 chiqmadi. Albatta hazil. Bu to'liq degani zarati.
28. Bu ham to'liq degani, ya'ni uchalasi hozirgina zaryaddan olindi. Tezligini o'lchab olaylik. Birinchi tezlikda aylansinmi, ikkinchi tezlikda aylansinmi? Ha? Og'a. Operator bilan maslahatlashgan holda ikkinchi tezlikda aylanishga qaror qildik. Ikkinchi tezlikka olib o'tildi. Ikkinchi tezlik. Ikkinchi tezlik. Sekundomer bormi? Ketdi. Ana. Hop, birinchi bu nechadir daqiqada o'chdi. Ikkinchisi voy bayo qaynab ketganini. Bu o'chdi. Demak, g'oliblar birinchi o'rin Apple, ikkinchi o'rin arzonchi Xitoy, uchinchi o'rinda nisbatan o'rtacha bo'lgan brend. Turaversin. Hop, hurmatli kuzatuvchilar, 1 soatdan o'tib ketdi. Bizi vaqtimiz cheklangan. Agar biz tursak turaveramiz. Bu bilmayman, 3-4 kunlab turadi agar shu turshi bo'lsa. Shuning uchun hozircha to'xtatamiz. Davom ettiramiz. Stop. Bu tursa turaveradi yana bu. Bunga qo'yib bersangiz, bu yana 1-2 kunlab turadi bu. Mana. Endi hozir batareyka qoldig'ini ko'rib qo'yaylikchi qiziqishga. Ikkita poloska turibdi. Ko'rinyaptimi? Ikkita poloska. Bitta poloskasi 1 soat ketgan bo'lsa, bitta poloskasi 1 soat ekanda, taxminan 3 soatdan ko'p turib beradi degani. Mana, bu o'zi o'chib yonyapti. Zaryad yetib keldi degan, lekin jichcha turib bilmayman, o'zi kelib qopti bu. Mana. Yana pishib bo'ldi. Arzonchi brendimiz. Bu ham turib jichcha zaryad yig'ib oldi shekilli. Bu ham yetib kelib bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchilar, ikkinchi bosqichimizni boshladik. Birinchi bosqichimiz shunchaki xolostoy xodda qiynalmasdan turib, bosim bermasdan turib batareykasini sinash bo'lgan bo'lsa, endi esa ikkinchisida haqiqatdan ham rosta kamiga hozir sinaymiz batareykasini. Bu yerda 5 yoki undan qalinroq bo'lgan temir shveller, hozir shuni teshishga to'g'ri keladi. 6,5 lik sverlo temirdiki. Undan kattarog'i bor edi-yu, lekin jichcha kamlik qildi. Boshqa joydan topa olmadik. Keyin yana bitta aytib o'tish kerak narsa, mana hozir bundan oldingi bosqichda batareykasi, yo'q zaryadi. Buniki ham mana tugadi. Yangi batareyka qo'yamiz bunisi bosqichga. Hop, bunga yangi 3 ta polosa yondi.
Ikkalasiniki ham yangi. Ustidan palasa yondi. Epaniki esa hali ham o'sha ikkita palasada turibdi. Bunga yangi batareyka qo'yganimiz yo'q. Qani ko'rsatib ko'ramiz. Ikkinchi bosqichga ham yetib beramiz ekan. Biz o'zimiz uchun ham buni sinab ko'ramiz. Eskilab olib qo'yamiz. Chiqitadi degan debman. Hop. Birinchi o'rinda eng arzonidan boshlaymiz. Bu ikkita shurpa bu yerda turib turaveradi. Sekin tezlikka o'tkazdirib olamiz. Hop. Aytib o'tdim-a? Qanaqa bo'ladi? Temir shvellerda nechta teshik teshguncha zaryad yetar ekan. Mana shuncha joyda hozir bu arzoncha shurpa o'rtimizga ajratdik. Tayyormiz operator, boshlayveramizmi? Ketdi. Hop. Yetib keldi shurpa o'rtimiz. Hop. Ko'rib turganlaringdek polniy 100% zaryad bilan qo'ygandik. Ikkinchi batareykasini, запасной batareykasini yangi sverlo qo'ygandik. 5lik, 6lik shvellarda nechta teshik teshdi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 dona 6,5lik sverloda teshik teshib, keyin so'ngra batareykasi tamom bo'ldi. Keyingi kandidatimiz. Hop, boshladik bo'lsa. Ikkinchi nomzodimiz. Yangi joyga ketdi. Chirog'ini qarang. Yorug'ligini. Hop, ikkinchi kandidatimiz ham, ikkinchi nomzodimiz ham yetib keldilar. Batareykalari. Nechta teshik bo'ldi? Ko'ramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 teshik bilan 3-o'rinda olyaptilar hozircha. Narxi o'rtacha bo'lgan brendimiz. Navbat epaga keldi. Ko'rib turganlaringdek, mana har bitta qizil lenta bilan o'zini teshgan teshiklarga granitsiyani chegara qo'yib qo'yganmiz. Buni birinchi chegara arzon shurpa o'rtimiz teshganlar soni, bunisi chegarada esa ikkinchi o'rtacha shurpa o'rtimiz teshganlar soni. Bekka esa kattaroq joy qoldirdik. Bu qizil lentadan bag'ini epaga ajratdik. Ko'proq teshadi degan maqsadda. Yangi sverlo qo'yamiz. Aytgancha, muhim tarafi biz hali batareykasini, akkumulyatorni alishtirganimiz yo'q. 1 soat xalostoy xodda ishlab turib, bir dona indikatori pasaydi xolos. Hali ikkita turibdi yacheykasi. Ko'rinyaptimi? Bundan oldin ikkita shurpa o'rtikini esa yangi zaryadkadan olib qo'yib ishlatgan edik. Ular o'zi tugab bo'ldi. Biz hali alishtirganimiz yo'q. Ketdi bo'lmasa. Bismillah. Hurmatli mijozlar,
ezilib ketdik. Ko'rdilaring, sherigim bilan almashib teshdik. Hozir sanaymiz nechta teshdi. To'g'risi cho'zilib ketyapti video. Shunga to'xtatamiz. Ikkita indikator. Bundan oldingi batareykada 5 ta teshib to'xtagan bo'lsak, hozir sanaymiz. Nechta teshik bo'ldi yangi batareykada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ta. 53 da hali to'xtagani yo'q. 53 da. Ikkita zaryad turibdi. Bilmayman hali qanchaga to'xtash niyati yo'q. Shu yerda xulosa qilaverasizlar. Unisi batareykani agar hisobga olmasak, bu batareykani o'zi kamida 47 ta 48 ta teshib qo'ydi, hali to'xtagani yo'q. Ko'ryapsizlar qanaqangi qalin shveldir ishlatganmiz. Eng arzon shurportimiz teshgan teshiklar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 yarimta, chunki mana bunisi oxirigacha teshilmadi. 24 yarimta, 25 ta deylik mayli. Bitta fora bunga. Arzon shurport uchun yomon emas. Ikkinchi, nisbatan o'rtacha narxdagi normalniy brend teshgan teshiklar. Hop, mana bundan bag'i ikkita liniyaning o'rtasi shu shurportga tegishli bu teshiklar. Ketdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 keyin uni ham jichcha chuqurlab qo'yishibdi. 21 yarim. Mayli 22 ta deylik. Bilgandek, bu shurportga kattaroq joy bermadik. Birinchi batareykada, ya'ni birinchi tekshiruvdan keyin almashtirilmagan holatida 5 ta teshdi. Xo'p, hisoblayapmiz. 1 53 ta va hali to'xtamadi. Menimcha shu ikkala taqqoslovda o'zi, ikkala musobaqani o'zi yetib ortdi batareykasini sifatini ko'rsatib berishga. Hurmatli kuzatuvchilar, video obzorimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Shu videomiz asosan uskunalarning akkumulyatori haqida bo'ldi. Biz ularni qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qildik. Ham ichki tomonlama, ham tashqi tomonlama. Nega bu 108 volt emas, nega bu 48 volt emasligini ham amaliy, ham nazariy tomonlama ko'rsatib berdik. Endi esa bu brendlarga keladigan bo'lsak, akkumulyator tomonlama barchasi tushunarli. Akkumulyatordagi 108, 98, 48 yozuvlari mutlaqo yolg'on va haqiqatga umuman to'g'ri kelmaydi. Misol uchun 108 volt bo'lishi uchun o'lchamlari bunaqasiga ham katta, bunaqasiga ham katta bo'lib ketadi. Va puli ham shunga yarasha qimmat bo'ladi. Ma'lumot uchun barchaga ma'lum, akkumulyator shurportning yuragi hisoblanadi va kamida shurportning yarim puli bo'ladi bitta akkumulyator. Kafolatiga keladigan bo'lsak, sotuvchi bu mahsulotlarga kafolat beradimi yoki yo'qmi noma'lum. Agarda buzilib qoladigan bo'lsa, ehtiyot qismini topa olasizmi yoki yo'qmi, bu ham noma'lum. Servis markazlari bormi yoki yo'qligini-ku gapirmasa ham bo'laveradi. Endi EPA nega qimmatligiga keladigan bo'lsak, uzoq yillardan beri EPAni ishlatib keladigan usta akalarimiz juda yaxshi bilishadi. EPAni kafolati bor, kamida 1 yil. Ehtiyot qismlarini topishda hech qachon muammo bo'lmaydi. 4 mingdan oshiq ehtiyot qismlari servis markazlarimizda mavjud. O'zbekistonda 12 ta viloyat bo'ladigan bo'lsa, EPAda 20 ta rasmiy servis markazlari mavjud. Ba'zi viloyatlarga 2 ta yoki 3 tadan ham to'g'ri keladi. Bundan tashqari servis markazlarimizga olib kelishni iloji yo'q bo'lgan katta mahsulotlarimiz bor. Misol uchun moyka apparatlar, suv siqichlar, suv nasoslar, generatorlar, kompressorlar shu kabi mahsulotlarimizni uyingizga borib ta'mirlab berish uchun ko'chma servis xizmatimiz ham yo'lga qo'yilgan. Qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, qanchalik uzoqda yashashingizdan qat'iy nazar, 100 kilometrmi, 200 kilometrmi farqi yo'q, xodimlarimiz 3 ish kuni ichida yetib borib, muammoingizni bartaraf qilib berishadi. Bu barchasi siz aziz mijozlarimiz uchun. EPA qimmat deb ovoza qiladigan yurtdoshlarimiz, yuqorida sanab bergan afzalliklarimni jamlasangiz, EPAning
qiymati kelib chiqadi va Apple nega qimmat degan savolingizga juda yaxshi javob bo'ladi. Yodingizda tuting, arzon mahsulot sifatli bo'lmaydi, sifatli mahsulot esa arzon bo'lmaydi. Ko'rishguncha xayr.